Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yil yakunlari va 2026-yil birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hududiy boshqarmamiz tomonidan bugungi kunda o'tkazilayotgan ochiq muloqotda bir qator hamkor tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari, bundan tashqari murojaat mualliflari taklif etilgan. Ularda bo'ladigan bugungi kunda muammolari, takliflarini eshitishdan iborat. O'tgan davr mobaynida 2026-yil birinchi choragi davomida olib qaraydigan bo'lsak, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishida 1186 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning foydasiga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishida 300 dan oshiq iste'molchilar foydasiga 600 milliondan oshiq qayta hisob-kitob qilib berishga erishilgan mablag'lar. Boshqarmaga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil yakunlari bo'yicha jami 5000 dan ortiq va 2026-yil birinchi choragi davomida 1400 ga yaqin murojaatlar kelib tushgan. Bular asosida o'tgan vaqt mobaynida 700 mingga yaqin iste'molchilarning huquq va manfaatlari himoya qilinib, ular foydasiga qariyb 10 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilinganligi xususida ta'kidlandi. Yig'ilish davomida ushbu ma'lumotlar keltirib o'tildi. Un mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor brendi soxtalashtirilib, hattoki o'zlashtirib olganlarga chora ko'rildi. Ushbu muammo bo'yicha murojaat ijobiy hal etildi, deydi mazkur korxonada faoliyat yuritayotgan Alibek Ahadov. Biz raqobat qo'mitasiga murojaat qildik. Raqobat qo'mitasi bu ishni o'rganib chiqib, ijobiy hal qilib berishdi. 4-5 kun ichida birdan hal qilib berishdi, ijobiy hal qilib berishdi. Shuningdek, shu 2026-yil birinchi choragida ham shu 1400 ta murojaat natijasida qariyb 3500 ga yaqin iste'molchilar manfaati himoya qilinib, ular foydasiga 700 million so'mga yaqin mablag' qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlandi. Hisobot davrida va korporativ buyurtmachilar tomonidan o'tkazilgan 600 dan ortiq tanlov tender savdolarida tahlil ishlari olib borildi. Hamda 561 ta savdolar jarayonida 600 ga yaqin raqobatga zid holatlar aniqlangan. Aniqlangan qonun buzilish holatidan 73 tasi bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlariga ma'lumotnomalar, 2 ta holat bo'yicha hisob palatasiga ma'lumotlar taqdim etilgan. 468 ta holat yuzasidan hududiy organ tomonidan 75 ta ish qo'zg'atilib, 56 ta mansabdor shaxslarga ma'muriy javobgarlikka tortish yuzasidan qarorlar qabul qilingan. Bu kabi muloqot yana bir haqiqatni eslatdi. Huquqni bilgan inson hech qachon yutqazmaydi, chunki himoyalangan iste'molchi bu kuchli va adolatli jamiyatning asosidir.